Ha, nima bo'ldi? Ko'rsatib boshlash kerak, tur. Yo'q, boshlamaymiz. Nimaga? Xafaman? Kimdan, mendanmi? Yo'q, esdan men xafa bo'laman. Mana bizani ko'rayotgan tomoshabinlar podpiska bosishmayapti, shundan xafaman. Podpiska so'rashda yangi yo'l endi. Ko'rishyapti-da, podpiska bosishmayapti. Ha, yo'q-e. Necha foiz odam ko'rib podpiska bosmayapti? 80% odam ko'rib podpiska bosmayapti. Ana. Hurmatli podpischilar, shu qiz xafa bo'lmasin, iltimos podpiska bosib qo'ying. Meni ham o'ylaylik. Keyin tur ko'rsatib boshlaylik. Ana. Mayli, har odam turib ketsam. Salomlashamiz, qani? Assalomu alaykum, bizni podpiska bosmasdan kuzatayotganlar. Qo'ymaydi bu qiz. Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotganlar va tasodifan ko'rib qolganlar. Sizlar bilan yana Chotki show. Har doimgidek chotki. Mehmonlarimiz kim? Bu safar borku shunaqa chotki mehmonni chaqirib qo'yganman. Qanaqa mehmonlarni? Kishi zo'r mehmonlar. Vashi kim? Dugonalaring chaqirding. Nafaqat dugonam, bittasi dugonam meni juda ham best friend edi. Qolganlari endi juda ham hurmat qiladigan yaqin insonlarim. Xo'p, kimlar? Qani e'lon Ular qilamiz. uchalasi ham zo'r insonlar topildi. Вообще chaqiring. Jizim boram. Davay, xo'p. Mayli. Xo'p, ajoyib opa-singillar, hamma biladigan Farmonqulovalar. Marhamat. Ichkarida rosa latifa bo'lganmi deyman-da. Kim kuldi shu qizni? Qani kelinglar, marhamat. Yoki, voy, aqlli ahvoli chiqaringlar bilan. Mana men aytgan mehmonlarimiz Farzona, Rayhona, Ruxshona va Azma aka, to'g'rimi? Ko'rsatuvimizga xush kelibsizlar. Kelinglar. Yo'lda charchab qolmadinglarmi? Yo'q. Birinchi o'tirib olamiz, ozgina suhbatlashamiz, keyin shartlarga o'tamiz. Shunday qilaylik. O'tirsak, bo'yin pastligi bilinmaydi, tezda o'tiraylik. Xo'p. Yo'lda charchab qolib nima ichasizlar? Kofe, choy, cappuccino, latte. Ice cappuccino, kafeli toza. Bo'lsa biz ham ichardik. Noga shakar bilan. Bo'lsa biz ham ichardik. To'g'rimi? Yaxshi, yoqtirmadim. Savollarimiz bor boshida. Bizning ko'rsatuvimiz kayfiyatni ko'taruvchi, bemalol kayfiyatni Kayfiyatimizni ko'taradi. zo'r yana qatga ko'taramiz. Bundan da maksimal darajaga ko'taramiz. Endi sizlarniki zo'ru, ko'rayotgan tomoshabinlarni ham kayfiyatini maksimal darajaga ko'tarishimiz kerak. Tomoshabinlar ko'taringlar. Aha, bizga bizni savollarimiz bor, qisqaroq. Shularga javob beramiz. Qani, boshla marhamat. Xo'p, endi bu savol menimcha opa-singillarga juda ham ko'p berilsa kerak. Hech mana urushib turasizlarmi sizlar? O'zdan dedi. Men bu haqida bilaman, Rayhon ko'p shikoyat qiladi. Men oldin bu katta singlim bilan ko'p urishardim. Hozir men endi bularni ko'ryapman, alohida o'tiribman, sostavdan chiqqanman. Bu ikkalasi juda ham ko'p urishadi, juda ham. Lekin umuman ko'rinishdan o'xshamaydi. Mana aka-ukalarda oson deb bu mavzu hal bo'lishi. Uka gap qaytaradi, aka uradi, uka jim bo'ladi. Qizlarda boshqacharoq. Qizlarda birdan. Ikkita taraf bittaga yopiq. Ha, xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savol ham juda ham zo'r. Bu ham ko'p opa-singillarga beriladi. O'zim ham singlim bor, juda yaxshi bilaman. Seni rosa reklama qilyapsan. O'zini olib chiqib qo'ya qolaylik shu yerga. Bularga konsert qo'yib berish kerak. Oddiy hazillarga ham zo'r kulib fayz olib berar ekan. Savolni beraman. Opa-singillar mana hammada bo'ladigan holat, ko'p kiyim alishtirib kiyasizlarmi? Men javob beraman. Xo'p. Yo'q. What? To'g'ri. Yo, misol uchun ertalab Yo'q, turganda. mana смотрите, бывает, иногда bo'ladi. Я русский не знаю. Ba'zida bo'lib turadi. Ruhishda Ba'zida bo'lib Siz bu turadi. tomonga o'tirib tarjima qilib tursangiz. Ba'zida bo'lib turadi. Unaqa ko'p holatda emas. Bizani hamma naborot bir-birini kiyimini kiyadi deb o'ylaydi, lekin shuni shkafimizni ochsanglar, uchta bir xil kiyim, rangi ham bir xil, faqat razmeri har xil bo'ladi. Bu uydagilarning xatosi. Yo'q, Nimaga? bu nimada bilasizmi? Bu Yo'q, katta o'zimiz xato. olamiz. Bu katta xato. Qaranglar. Men Hozircha ham ketib qo'ydi. shunda gapiraverib, bo'laver gapiraman. Bu yerda xato ketmagan. Bu yerda просто mani fokusim zo'r deb men olaman, qaytarishadi. Men olaman, qaytarishadi. Ketdi. Garderob bir xil. Nima bugun bir xil kiyinib kelmadinglar? Men singlimga qarab kiyinganim. Masalan, bu ana больше любит O'rlayvermang, mening ham uvolim bor. Instagram bo'yicha musobaqa o'ynab turasizlar, misol uchun story prosmotr yoki like'lar soni bo'yicha. podpishchik bo'yicha. Yo'q. Umuman
Umuman yo'q. Ya misol uchun meni laykim bo'ldi. oyim aytishlari mumkin tam. Qara Kuyovimlar? sen zo'r video qo'ydi. Yo, bo'g'risizlar. Oyim aytadilar, chesishni narsa onalarni anaqasida bor babi. Aytadi, mana qara, sen zo'r video qo'ydi. Buni videosi 3 ta deydilar. Sen hech nima qo'ymayapsan, qo'y. Yo, nabarot oyim sen qo'yyapti, sen qo'ymayapsan ham aktiv bo'lgin deganman unda gapiradi. Da, Atadi tushundim, biz sabab ishimiz yo'q. Keyingi savol. Ko'p syomkalarga oilalar sizlar bilan boradilar. Keyin ham ancha faollar bu mavzuda. Kimning syomkasiga ko'proq boradilar? Yo'q, umumiy hisobda olsak. Iltimos, bu savolga ham давайте я отвечу, пожалуйста. Sizlar jim o'tiringlar, yosh bolalar. Hop. Kattalar gaplashadi. Rayhon chiqib ketadi hozir mikrofon tashlab. Yo'q, reально aytaman, mani xayolimda oyim mani syomkamga ko'proq borganlar. Потом уже резко Farzonga o'tib ketganlar. Rayhonnikiga uncha ko'p bormaganlar. Просто sizda Просто boshlanishi Rayhonda bo'lgan. syomka yo'q-da. O, ogrodga tosh otildi lekin. Rayhon Turib hozir ursa bo'ladigan sharoit. yana bor. bitta gap, Biz yana hozir bitta opa- gapdan keyin Rayhon bo'ldi. Studiyada ko'rmaymiz qaytib mikrofon ham tashlangan o'zi yo'q. Endi albatta hazil bu. Albatta. Oyim hammamiz bilan bir xil yurganlar. Bizga keladi. Xo'p, suhbatimiz qizganda qizib ketdi. Endi nima qilamiz? Endi shartlarga o'tamiz sekin. Xo'p, hozir baraban bilan hurmatli mehmonlarimiz bilan tanishtirib o'taman. Xo'p, birinchisi Instagramdan boshlaymiz. Hammaga qiziq. Instagram oldin boshqacha edi, hozir o'zgartirdik. Instagram tushsa, yutqizgan odam ikkalasidan bittasiga tushsa, ayni daqiqada olib, mana shu ko'rsatuvdaman, chotki shoudaman, zo'r bo'ladi, o'tinglar, silka qoldiraman, bunaqa deb zo'r qilib olib berishinglarga to'g'ri keladi istoriya. Bu keyingisi bizda qalampir eng yoqqan qalampirni yaxshi shartim. ko'radi? Lekin shu paytgacha hech kim qalampir bajarmagan. Abbos. Yo'q, to'g'ri, Abbos aka bajargan. Qalampirni kim yaxshi ko'radi oramizda? Farzon. Farzon. Abo. Qarshi. Quchoqlashtirgan stikeri Ruxshona quchoqlash deb o'yladi. Bu quchoqlash emas, bu sherigiga shart berish. Agar bittani 3 ta odamdan bittasi yutsa, qolgan ikkitasiga shart beradi. To'g'ri. Yaxshi Shahriy, davom et. Men ham qiziqib ketaman, oxirigacha gapirolarmikansan, yo'qmi? Bu znakimizda shart yo'q degani. Ha. Hech qanaqa shart bajarmaysiz. Limon yeymizmi? Bu limon yeysizlar. Bu esa eng yaxshi, eng zo'r shartlarimizdan bittasi. Shunda telefoninglarni olib, kontaktinglardagi eng mashhur, mana tomoshabinlar ham biladigan odamga telefon qilib, minimum 50 ming miqdorida qarz so'raysizlar yoki undan ko'proq. Ko'rsatuvda men deb aytish yo'q. To'xtanglar, qarz so'rash shartmi? Просто takka so'raylik. Xohlagan gapini gapirsa. Men o'rtog'imga telefon qilsam, men aytaman, gronkada san. O'rtog'ingizni lekin hamma taniydimi Yo'q. Ruxshon? O'rtog'ingizni hamma taniydimi Instagramda kuzatuvchilar anaqa Men mashhur? tani, men odamlar bilan Mana xullas, jazo barabamizning shartlari shulardan iborat edi. Hamma shartlarga tayyormi? Faqat jarimalarni bajarish shart. Kelishdikmi? Yo'q, birinchi yutqizing keyin jarima. Demak, bizda birinchi shart. Ketik. Halol bo'lamiz. Mana shu hamma uchun o'rta mana. Men musulmon. Bo'yinchoq emas, bosmanglar. Hozir endi shartni tushuntirib o'taman. Demak, bizda birinchi shart. Qo'ying Ruxshona joyiga. Tegmang. Boshlamaguncha. Demak, bizda birinchi shart, bu ko'rsatuvimiz an'anaviy sharti. Mantiqiy savollar beramiz sizlarga hozir o'tda. Kim birinchi mantiqiy o'ylab ko'rasiz. Kim birinchi javobni topsa, bosadi va javob beradi. Bosmasdan javob berish yo'q. ABCD variantlar bor. Yo'q. Mantiqiy savolda unaqa variant bo'lmaydi. Oson. Logichni o'ylab ko'ramiz, to'g'ri javob topamiz. Tayyormisizlar? Da. 3 ta archa o'sardi. Har birida 7 tadan shox mavjud. Har bir shoxda 3 tadan olma meva bor. Barcha daraxtning jami mevalari soni nechta bo'ladi? Archada meva o'smaydi. Mana! Bo'lar ekan-u. Men Rayhondan kutuvdim, reaksiyasidan sirazu bildim. Demak, hisob 1-0. Ikkinchi savol, marhamat. Tuyaqush o'zini qush deb ayta olishi mumkinmi? Ruschada Gapirish bilmaydi. Yaxshi. Rayhonda yana bir. Undan ko'ra keling barabarni oldiga o'tib qo'ya qolamiz. Yana bormi? Ha, bor. Bityapsan. Men yuturaman. 2-0. Xo'p, uchinchi savol. O'zbekchani bilasiz, sal-pal bo'lsa ham siz atela fortichka qilib chiqib ketish uchun. Tushunsalar ham topolmaydilar. Mayli, o'zim mana qilaveraman. Aytaveringlar. Hozir Rayhonga plyus o'zbek tilini yaxshi bilishi. Siz aytdingmi deyman deb savollarni boshlanishidan. Menikini ham topdim. Voy, kichkinaligimda nechalka sinfda beriladigan savol edi. Menga berilmagan. Instagramda ko'rganman. Shaqqol bo'lamiz, faol bo'lamiz. Uchinchi savol. Bir inson samolyotdan parashyutsiz sakrab, qattiq yerga hech bir jarohat olmasdan tushdi. Unga hech kim yordam bermadi. Buni qanday izohlash mumkin? Cho'kib ketgandir-da. Topdimmi? Yo'q. Boshqatdan o'qib eshitiraman, diqqat bilan. Bir inson samolyotdan parashyutsiz sakrab, qattiq yerga hech bir jarohat olmasdan tushdi.
unga hech kim yordam bermadi. Buni qanday izohlash mumkin? Samolyot hali uchmagan bo'lgan. Nimaga mana Ruxshona? Shu sizni miyangizga kelishi mumkin edi-yu. Nimaga Kelmadim, kelmadi. Kelmadimi? Mayli, davom etamiz unda. 4-savol. 4-savol diqqat bilan eshitinglar. Yo'q, men Chalg'ib qolishingiz to'xtanglar, mumkin. men joyimga egallab oldim. Qo'shta turib javob bering. Zo'r. Motivatsiya bo'ladi sizga. Xo'p. Ketdik. Bir kunda bitta tug'ruqxonada 2 o'g'il farzand dunyoga keldi. Ularning ota-onalari ko'p qavatli uyda yashashardi. Ikkita bola bitta bog'chaga, bitta maktabga borishdi. Bir sinfda o'qishdi, lekin hech qachon bir-birlarini ko'rmadi. Bu qanday qilib bo'lishi mumkin? Nima? Bir kunda bitta tug'ruqxonada 2 o'g'il farzand dunyoga keldi. Nima u tug'ruq? Вот это поворот! Farzandlarni dunyoga keltiradigan joy. Shuncha narsani tarjima qila olmagan joyini qara. Xo'p, davom etamiz. Bitta raddomda bitta ota-ona farzand ko'rdi, 2 o'g'il dunyoga keldi. Ular bitta uyda turishardi, ko'p qavatli uyda turishardi. Bitta bog'chaga, bitta maktabga borishdi, bitta sinfda o'qishdi. Lekin ular bir-birini hech qachon ko'rmadi. Nimaga bunaqa bo'lishi mumkin? Ko'rib bo'lganigami? Ha, to'g'ri. Endi javob bering. Javob bering. bo'lganigami? Bosib javob bering. Ko'rib bo'lganiga. Gap yo'q. Ruxshonada bitta. Va nihoyat ishlab ketdi motor. Xo'p, 3-0-1. Aql. Ishlatingda. Unda 3-0-1. Sinimga shans berdim. Keyingisi, voy, buncha uzun. O'qiysiz endi. Xo'p, Diqqat bilan eshitinglar. diqqat bilan eshitinglar. Men o'zim ham tushunmasdan o'qiyapman. Sherlok Holmes ko'chada sayr qilib yurgan edi. To'satdan u yerda jonsiz yotgan ayol tanasiga ko'zi tushdi. Aftidan qotillikka o'xshardi. U ayolning yoniga kelib, uning sumkasini ochdi va uning telefonini oldi. Telefonda uning turmush o'rtog'i raqamni topib, unga qo'ng'iroq qildi va shunday dedi: "Tezda yetib keling. Sizning ayolingiz jonsiz topildi." Bir necha daqiqadan keyin ayolning turmush o'rtog'i yetib kelib, "Azizam, senga nima bo'ldi? Nega?" deya yig'lab yubordi. Shundan so'ng politsiya yetib kelgach, Sherlok barmog'i bilan ayolni turmush o'rtog'ini ko'rsatib, "Bu odamni hibsga oling, u o'z ayolining qotili" deb aytdi. Savol: Sherlok Holmes nega bunday qarorga keldi? Xo'p, sizlarni topganinglar mayli, men o'zim o'qiganim bir tashxis. Xo'p, mana keling, men tushuntirib beray, sodda qilib, men tushunib oldim. Xo'p. Oxirini повторно, пожалуйста. Я, конечно, не поняла. boshqatdan. Qarang, Sherlok Holmes ko'chada ketayotdi. Bitta ayolning jonsiz tanasini ko'rdi. O'lik ayolni ko'rdi. Jonsiz bo'lik bir xil-u ma'no. Endi bular Men ko'proq javob tushunadi, bilaman. tushadi. Xo'p. Eshitdingiz savolni? Mayli. Balki bunada ham bordir. Mayli, eshitdim, men tushunmadim savolni. Пожалуйста, yapaymi? Mayli. Mana javob bermaguncha hamma jim turdi. Yo'q, men javob berishyaptim. Tushunib oling. Shun bo'ldi, tushundim. Becha вообще nol bo'lib yotibman. Sherlok Holmes ko'chada semishni chaqib ketayotdi. Bitta jonsiz ayolning tanasini ko'rib qoldi. Jonsiz yotibdi, qon oqib. Ko'rdida telefonini oldi. Keyin turmush o'rtog'iga telefon qildi uni, ayolning turmush o'rtog'iga. Telefon qildida, xotiningiz jonsiz yotibdi, tezda yetib keling dedi. Er yetib keldi va xotini quchoqlab, nimaga unaqa bo'ldi deb yig'ladi. Keyin shunda Sherlok Holmes politsiya keldi, o'sha paytda erni ko'rsatib, mana shuni hibsga olinglar, bu ayolning qotili dedi. Nega bunday qarorga keldi? Ayolni erini. Qotil dedi-da. Ha, ayolning erini qotil dedi. Я должна подумать, Xo'p. Men gapirib ko'ray, может to'g'ri chiqar. Xo'p. Chunki Sherlok Holmes o'zi o'ldirgan. Bu birinchi variant edi. To'xtaylik, ikkinchi variantim ham bor. Esimdan chiqib Bosvodi keyin o'yla. Tasavvur qilinglar. Yo'q, esimdan chiqib qoldi. Mana aytaman. Chunki agar kelishsa, keyin Sherlok Holmes o'ldirgan deyish mumkin edi. Yo'q. Sherlok Holmes aniq asos bilan mana shu o'ldirgan dedi. Aniq aytdi. Gapi to'g'ri bo'lgan. No, O'ldirgan. telefonida erini rasmi nimadir bo'lgani uchundir bo'lsa kerak. Xo'p, eri-yu. Nimaga uyda yotgan eri o'ldirdi deyapti? Смотрите. Sherlok Holmes ko'chada ketyapti. Anu ayol o'lib yotibdi. O'lik. O'lgan bo'lsa, qanaqa qilib eri kelib quchoqlab, nima bo'ldi deydi. Sherlok Holmes telefon ko'radi-da, qildi. eri quchoqlab yig'laydi. Keyin bunga politsiya kelgandan keyin Sherlok Holmes erini ko'rsatdi, ayolni bu o'ldirgan deydi. Qattaligini yotganini bilib kelgan. 99 ruhishda aura. Bitta javob o'qib berishimiz qoldi-da. Gap yo'q. Demak 3-2-0. Tabriklaymiz. Demak, bizda keyingi savol, lekin bu ham uzun, buni ham yaxshilab eshitinglar. Bir kun ertalab bir erkak ishga ketish uchun chiqib, o'z avtomashinasini g'ildiraklarini bittasini teshilganini ko'rib qoldi. Keyin u shuni ko'rgan bo'lsa ham, o'sha teshik balon bilan ishga ketgan. Bu qanaqa bo'lgan?
Mashinasida balon. Запасной balon bo'lgan. Demak, bizda umumiy hisob to'g'ri, Rayhona Ruhish 2. Qarshi olinglar nimaga? Ketaman. 0. Demak, birinchi barabanni 0 ochko bilan faqat Farzonani o'zi aylantiradi. Qolganlar emas. Давайте, Marhamat, jazo barabanni aylantiramiz. Boshlamayman. 1, 2, 3. Qani. Hop. Qani. Барабанный дроп. Pul tushsin, pul. Hop. Группа поддержки. Bildim. Это 100% O'tirib oling. было. Jazo barabanni aylantirib, qalampir tushdi, marhamat iste'mol qilishingiz mumkin. Yo-mayo. Hozir yonadi. Boshdan olov chiqadi hozir. Ko'rsatuv oxirigacha. O'zi qizilgina bo'lib turibdi. Hozir qizarib ketadi. Нормально. Bo'ldi. Yana bitta tishlang shunda. Hidi kelib ketdi. Bolgarskiy yegim keldi. Och qoldim. Och qoring. Bo'ldi. Yetadi. Biz uddalar. Suv ichib oling. Biz bunaqa qiynab yuborish niyatimiz yo'q. Ya. Singlim yig'layapti. Ko'rsatuvga kelib, yig'layman deb hech o'ylamaganda meni singlim. Qani yosh chiqyapti. Ana burger yeyish shart yo'qmi? Tam burgermi, oshmi, Pizzalar. xonimmi? G'alabasi bo'lganda. Bu shart bo'lsa o'zim yutqizib berardim. Normalmi? Hammasi joyida? Да, четкий все. Nimaga yig'layapsiz? Oyingizni sog'indingizmi? Demak, bizda birinchi shart o'z nihoyasiga yetdi. Jazo barabarni aylantirdi, jazo bajarildi. Endi esa bizda ikkinchi shart. Ketdik. Bizada ikkinchi shartimizni men tushuntiraman. Bu yoqda ham baklashkalarda rangli suvlar bor. Shart shundan iboratki, sizlar mana bu yoqda bilmaysizlar-ku qanaqa rang ko'rsatilganligini. Tavakkal o'zingizlar qo'yib ko'rishingiz kerak. Agar tushsa, davom ettirib ketaverasizlar. Agar rangga xato qo'ysanglar, boshqa odamga o'rninglarni bo'shatib berasiz. Misol uchun siz hozir 5 tasini topib, 6-sini Farzoni topsa, Farzoni yutdi. Tushundinglarmi shunaqa? Bizning ko'rsatuvimizda adolat umuman yo'q. Qani? Farzingga hurmat qilinglar. Xo'sh, yo'q. Xato. Qo'yamiz qaytarib. Boshqa odam. To'g'ri. Yanamanmi? Ha? Xato. Yo'q, bu turadi. Ruhishda imkoniyat ko'p. Xo'p, qani? To'g'ri. Orqaroq qilib. Xo'p. To'g'ri. Yo'q, hozir Shu topmang-da. Bular topib berasiz. Mayli, yana 3 ta bor hali. Rayhon motivatsiya berishini qara, oxirida yetib ketaman. To'g'ri. Mana shu ikkitasi qoldi. To'xtanglar. Ichki ovozga quloq solamiz. Xo'p. Duoibat. Demak, bu shartimizda ruhiy shu, ya'ni Ruxshona yutdi va jazo barabarini Rayhona va Farzona aylantiradi. Ketdik. Demak, bizda bu shartni Rayhona va Farzona yutqizdi. Lekin hozir barabarni Rayhona aylantiradi. Bu shartni Rayhona bilan Farzona bajaradi. Qani ketdik. Marhamat. Men kelganimdan beri kutayotgandim. Qaramani. Qalamni tushdi yonida. Pul. Davay, yo'q, iltimos ikismas. Pul. Yo'q, aylan. Ruxshona, so'z sizga. Shart berasiz bu ikkalasiga. Oy. Men pul so'rayman deb o'ylayman yana. Qani? Xo'p. Oxirgi qo'ygansizlar anaqami, postimni repost qilasan, 200 ming tashlab berasan. Men pulim yo'q. Yo'qdi, mayli, taqdinglar. Jostga shart bering. Opam shu ichlarida alamlarni yig'ib kelganam deyman. Все, легко, я смогла. Oson shart bajarildi, lekin Eng zo'r million yig'gan, eng zo'r aktiv bo'lib portlagan videosini arxiv qiladi Instagramda. arxivga tiqadi. Million bo'lib portlagan videoyim yo'q deb boshlaysan. Postmi, reelsmi? Qaysi biri? Reels prosmotrda. Demak, reels ekan. 3 million 200 olgan. Закрепитga ham so'ygan ekanman. Настройки. Вот 1 2 3 arxiv.
Bismillahirrahmanirrahim. Agar mana shu postni 1 yil ichida rayhonni ko'rib qolsanglar, demak shartni bajarmagan bo'ladi. Demak bizda 3-shart. Ketdik. Hozir oldinglarda yana jiringloqcha bor. Qo'ying qo'lingizda bor. Demak, hozir men sizlarga rasm ko'rsataman. Bu Instagramdagi stikerlar orqali yasalgan rasm. U stikerlardan foydalanib, qaysi kino ekanligini topishinglar kerak bo'ladi. Mashhur kinolar. O'zbek kinolari emas, multfilm va kinolar. Ko'rsatilmagan. Faqat qaranglar, hamma narsa o'xshash emas, chunki 100% bunaqa stikerlar yo'q. Stikerlardan foydalanganmiz, xo'p, tayyorsizlar, shart tushundinglar. Endi mana o'rtaga qo'ydik. Stikerlardan ko'ra bizni kinoni nomini topishimiz. Bitta stiker bor. Tayyorsizlar? 1, 2, 3. Anaqa, я знаю. Shokoladная fabrika. Million. Beram ko'ray. Tayyorsizlar? Demak 1-0-0. 1, 2, 3. Gari, Anaqa Titanic. Гарри Поттер. Qarang bunga, ko'ring. Qaroqcha kiyma qilish. Bilmayman, nomi esim kelmayapti. Nima qaroqcha? Qaroqcha deydi. Nima? O'sha bilmayman. Yo'qni bilmayman. Qaroqcha bor, kiyma bor. Hozir tomoshabinlarda hamma topdi. Bir balon borami? Pirati bir balon borami? O'shanda birinchi. Da, keyingisi 2 tayyorlar. Ana, bizni shoshib qolamiz, bir ikki qilib. 1, 2. Qara. один дома. Один дома. Okey, davom etamiz. Demak, 2, 1, 0. 1, 2, 3 mana. Королев. Да? Qirolcha. O'zbekchasiga aytishga qilamiz. 1, Гарри Поттер. zo'r, yaxshi. 1, 2, 3. Fransiya, taksi, politsiya, svetofor. Lady Баг. Taksi to'ppa-to'g'ri. Demak, hisob 4-1-1. To'g'rimi? 1, 2, 3. Madagaskarmi? Gap yo'q. Yana tushunmadim. Madagaskar? Endi tushundim. Endi tushundingmi? Zveropolis demoqchi edim. Xo'p, keyingisi. To'ppa-to'g'ri. Kung Fu Panda. Jaloliga 3, 1, 4. Qarang, bitta qoldi. Bitta qoldi. Buni topsangiz to'g'ri bo'ladi. Seni yutqizadi. Ha. Bu yutqizishga kelgan mayli. 1. Buni sal qiynalasiz, to'g'risi. Qiyincha kinolarni kim yaxshi ko'radi? Men. Unda topasizlar. Unda bir Названиеsi. 1, 2, 3 ketdik. Это что? Я знаю, lekin Yin bozori. O'sha Shohruxxonga Poyezdga bag'ishlangan poyezd bor, zamonaviy film. Qadimgi emas. Вы это знаете? Песню тоже знаете? Zo'r. Я хочу Молодцы. это Reska miyamga deb qoldi. China Express. Ben bilardim Ayaqni topishni ko'raman, bilardim men chunki da muzikasini eshitardingiz-da. Demak, ko'raman uni. hisob 4 va 1. Gap yo'q. Farziga bunaqa yutqizish ham bir talant. Qani marhamat, barabarni oldiga. Qani, aylantiramiz. qanaqa tushurar ekan lekin. 1, 2, 3. Men ko'rmayman. Voy. Sinmasa bo'ldi. Turib bersa bo'ldi. Qani? Xo'sh. Voy, bunaqa. Iltimos, yo'q. Shart bajarmaslik. Это mani bitta Shart bajarmasa еще. Shart bajargisi kelgandek tuyuldi, ana u shart yo'qsa xafa bo'libdi. Qani marhamat o'tirib oling. Demak, bizda 4-shart. Ketdik. Bizda 4-shart, hozir shartni men tushuntiraman. Qizchamizda 5 xil rangli sharikchalar bor. Endi sizlarga mana stakanlar taqdim etamiz, ushlang. Rahmat, katta. Har bitta odamni o'ziga tegishli stakani ham bor. Rayhonga ko'k shariklar, Farziyaga sariq shariklar,
Ruxshonga esa yashil shariklar. Bu yerda undan tashqari qizil и прозрачный yoki oq shariklar ham bor. Agar qizil sharik tushsa, sizlar o'zingizlarni sharikinglarni qaytarib so'rasizlar. Agar jazo sifatida. Agar prozrachniy sharik tushsa, yoninglardagi sheriginglarning sharikini olib savolasizlar. Aytib turasizlar. Amallab tushuntirdik, ish qilib sizlar tushungan bo'lsanglar bo'ldi. Davay. Olib ko'rib tushunib olasizlar o'zinglar. Birinchi bo'lib kim? Boshlaydi. Ba'zi bo'lsa bu tomonroq turamiz. Qani? Ko'k. Qaysi Ko'k malikiydi. Qaytarib qo'y. Xo'p, Rayhon. Yo'q, Rayhon. Ko'rmayapti demoqchiman. Yo'q, qaramayapti. Halol o'ynayapti. Nega ko'zlarimga qaranglar. Yashil. Невозможно-ku. Sal teparoq ko'tarasizlar sharik, xo'p? Ko'rmay qoldi. Oq. Qaytarib qo'yasiz, hozir hech kimda yo'q. Ye duolar bor. Baxshi. Hali bitta topdi. Hali bitta. Yana to'rtta topish kerak. O'yin joyiga tushsin. Xo'p. Qizil. Qizil nima edi? Shtrafnoy. Resmay ko'rsatasiz hozir shariklar. Baribir qo'lingiz bilan. Joyini almashtiramiz. O'zini galida o'zi shunaqa qildi. Biza 1, 2. Bonus. Yo'q, ularda sharik yo'q. Davay, qani. Davom etamiz. Iltimos, o'zimga tushsin. Voy, Xudoga shukr. Ko'k. Voy xudoga shukr. Yashil, qani teparoq ko'rsatyapti. Bravo. Voy, uzr. Ikkita Bittada. qo'limda hozir. Bittasini tanlashim kerak. Ularni. Yo'q. Ikkita. Jumannam. Foylamang. Oq. Bonus. Boshqasinikini olib tashlashidi, bo'ldi. Shostrый. Nimaga ruh eshitdik emas? O'zi bitta bo'lib turibdi. Bo'pti, hamma teng bo'lsin. Qizil. Bilardim opamnikini olib solardim, noldan bitta bo'lardi. Rahmat. Davay, qani? Rayhon. Ko'rib qo'ydim. Qizil. Oh my god. Yomonlik tilama birovga. Biz shart qachon tugaydi? Aralashtiraman. Uxlab qolamiz hozir. Zo'r, yaxshi. Davay, intriga. Reaksiya top. Zo'r. Faqat ketishadi endi. Voy. Qani? Yo'q, sharlarni ustida turgan Davay. ekan. Crazy. Mama. Ha, siz. Menga ладно. Zo'r. Еще один. Bitta qoldi. Bu bittagacha men u to'ksam kerak. Qizil. Qaytarib soling, просто. Shunday qaytarib solasiz. Rayhon. Это еще Oq. Kimnikini olib tashlaysan? Halol o'ynashyapti. Bittasi ketadi-yu, Brother, halol. Bittasi ketadi. Yaxshi. Bo'ldi, oxirgi imkoniyat. Qani. Ko'rdinglar azizlar, shart bu ketishda tugamaydi. Shuning uchun biz mehmonlarga yordam qildik va boshlaylik. Marhamat. Oddiy shart deysiz, nima? Qizil. Xo'p. Yashil. Men chiqarayotganda opam bilan sinimi rangini olib tashlab turaylik. Yashil. Ikkinchi yashil topsangiz. Sariq. Endi men topmasam u yerda. Yashil. Bo'ldi, xo'p. Qaramay Ruxshon. Qaramadim, Qaradingiz, ko'zingiz ko'rmadim. yo'q deydi. Men aralashtiringlar. Bo'ldi, davay. Qarama. Seni menga singilmi dushmanmi? Surkasi. Mendan ko'proq dushmanlik qoldi. Oyijon, stol ekan yomon. Ochib beryapti. Davom etamiz. Ikkinchi sariq topsangiz bo'ldi. Ikkinchi sariq topsanglar bo'ldi. Topdim. Ko'k. Sariq. O'ziga kelganda ko'k. Yashil. Men shart bajaraman. Bu safargi omad pol Rayhon bilan ekan lekin. Qani marhamat. Qattiq aylantirib. Sindirmasangiz bo'ldi. Aylantiring. Bu keyingi yillar to'xtaydi, xudo xohlasa. 2026-yillarda sekin. Ya bu to'xtamaydi. Davay, qalamtirmas to'g'ri. Narigi tomonga aylantirganlarida pul tushardi. Men просто buni Barabanda. ozgina qalam Limon. Limon tushsin. Limon. Iltimos faqat
hozir yana qalampir tushadi. Bu Limon. Limon. Abitga nima yo'q deylar. Odam qotdilar. Oshxonada o'tir. Ishtahani Kim birinchi ish zo'rligini. o'ynaysizlar? Kim birinchi ish o'ynaydi? Va limon yegim kelib ketdi ruxsatga qarab tursiz. yana bormi limon? Sizlarni ko'rib meni ham yegim kelib qoldi. Tashla Bunday maza qilib yeyapsizlar. Qaranglar, Sizlardagi reaksiya mimikalar, reaksiyalar boshqacha bo'ladi. Sen maza qilib osh yeganda ham, olma yegandek prям. Bo'ldimi, tugadimi? Qorninglar to'ydimi? Demak, bizda 4-shart ham, jazo ham o'z nihoyasiga yetdi. Navbat 5-shartga ketdik. Demak, bizda yakuniy shart, hozir oldinglarda mana 10 ta taxtacha bor. Bularga raqamlar yozilgan. Hozir misol uchun birinchi Farzona boshlab beradi. Birinchi taxtachani ko'taradi, birni topadi. Любойni ko'tarsa bo'ladimi? Любойni ko'taradi. Lekin birni topish kerak. Любойni birni topadi. Aha. Keyin ikkini topishga harakat qiladi. Ikkini topa olmasa, o'sha misol uchun 3 ni ko'tardi yoki 4 ni ko'tardi, uni yopib qo'yadi. Ikkini kimdir topadi. Oxirida 10-raqamni topgan odam shartimiz g'olibiga aylanadi. Yo'q, men bitta savol meni qiynayapti-da. Agar birni so'z ko'tarsam, to'g'ri topsam nima qilaman? To'rni yopasan, Birni ham yopaman. Bir ochiq qoladi, to'rni yopasan. Ana ruhiy ish, marhamat. Zo'r, xo'p, bir. Ikkini topamiz. Biri topildi. Ikki. Qaysi bir deb o'ylaysiz? Mana shu. Я тоже так Mana думаю. 8 qaytarib qo'yamiz. 8 yesanglar qolsin. To'rt. Xo'p, Rayhona. 7. Charchaman, dam olishim kerak. 10. Prям 10 ni ko'tar. 2. Zo'r. O'sha joyga qo'yamiz. 3. 3ni topamiz. 9 yoki 6. Men Yo'q. Tushdi. 6. Bu 6, bu 9. Bu 9. Xo'p. 5. 3 qayerda o'zi? 3 mana bitta. hozir farzak dagarshim kishodi. 3. Men 4 to'g'ri. qayerda edi? 4. 7. Qochinglar. Qochinglar, yo'ldan Hamma qochinglar. charchagan esdan chiqib ketyapti уже. 4, 5 qayerda? 6. 9. zo'r. 5 qayerda edi? Voy, 5 esladim. 5 qayerda edi? 5. Yo'q. Uzr sotib qo'yaman. 7. Yo'q dedimi? Qolib Azim sindirib akangni tashlab. aytdi, yo'q dedimi? Yo'q dedimi? dedi. 1. Ho, 1, 2. Davay, qani? 6. Men o'sha eslab qoldim, qaysi biri qatdan. Mana ham esimda hozir. Soch terib bersanglar, terib berishim mumkin. 5 zo'r. 6 zo'r. 7 qayerda? 7 zo'r. 8, 9. Demak, bu shartimizda yana Ura, shart bajaraman. Demak, bizda 5-shartni jazo barabarni yana Farzona aylantiryapti. Bir Farzika dedik, bir Farzona dedik. Ruhiy ish bilan birgalikda shartni yana bajaradi. Qani 1, 2, 3. Qani ketdik? Teskarisiga. Oh. Voy. Aytolman, bu mashina turib bu o'rganib qolgan bu shart. Demak, kimdan pul so'raymiz? Romkaga qo'yasiz. Kimga? Birinchi bo'lish. Rayhonmi. Rayhonmiga. Hozir Pabraska opir Kechqurun ko'taradi. 12da. Kechqurun 12da. Ko'rsatuvdaligingizda aytmang. Hozir so'kib yuboradi, точно. Yarim kechasi nima qo'ysan telefon? Sen rosa urush qilib ketibsan. Xo'p. Alo, nima deysan? Ko'taradi, ko'tarmasa yana qaytib qilamiz. Abonent hozir javob bera olmaydi. Ana! Dugonani, Ruxshonni esida qoldi. dugonani ahvoli mana gap yo'q. Xo'p, Yana qilamiz. yana qilamiz. Uxlab Yana yotganimiz. qilamiz. Soat Конечно, 12. bunaqa payt uxlaydigan. Men masala mazza 12. qilayotgan bo'lardim. Allo, Va, jonim bolam qalaysan? qalaysan? Gromkadasan? Xo'p, Ты где? я сейчас дома. Qara, kartangda pul yo'qmi? Nechiko? 50 ming. A? 50 ming. Bor. Shunda men kartamga tashlab yubor. Anaqaga taksiga pul qolmadi.
Sen uydasan-ku? Uyda emasmanmi? Mana men singillarim bilan ko'chada. Ha, tashiyman. Bo'pti, davay, просто anaqa o'sha mayli. Holat. Bo'pti, duvoy kutaman. Voy. Ha. Yaxshi. gap yo'q. Men hozir Firdavsaga telefon qilaman. Firdavs juda ko'p. Firdavs Richmetov. 1 2 3. Menga tashadi o'rtog'im, menga tashadi. Молодцы. Jonim o'rtog'imda. Nima yeymiz bu pulga? Jannatim o'rtog'im. Bu pulga nima yeymiz? Алло. Assalomu alaykum Firdavs aka, это я Farzona. О, привет, как вас? Хорошо, вас? Спасибо, шкур. Firdavs aka, у меня тут просьба. Ага. Вот я сейчас на улице одна, qo'limda pulim yo'q, 50 ming tashlab bera olasizmi kartamga? Да, пришлим, да, привет. Вот, всегда напиши. Давайте сообщение лучше. Давай. Xo'p. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, bizni bugungi ko'rsatuvimiz mana shu yerga kelib o'z nihoyasiga yetdi. Ajoyib shartlarni bajardik, ajoyib jazo barabarlarni aylantirib jazolarni bajardik. Kayfiyat a'lo, to'g'rimi? Qalay bo'ldi ko'rsatuv? Zo'r, вообще. Самое главное, для начала rahmat taklif qilganingiz uchun. Zo'r bo'ldi, mazza Tashrif qildik. uchun rahmat. Oddiy shartlar bu. Hozir chesni qiling degan shartlaringiz eng qiyin bo'lib chiqdi. Kому как не знаю, men mazza qildim, faqat shu limonni ikkita qilishga kerak edi bitta. Limonni 3-odam ham o'ylash kerak edi. Prosta Prosta qilishimiz bo'ldi. kerak bo'lgan ekan. Xo'p. Zo'r bo'ldi, zo'r lekin. Pozitiv, Rahmat, только adrenalin, mazza. Fikrim, вообще zo'r. Uyga borib qotib uxlayman, ertaga maktab turmayman. Bo'ldi, tugatdik. Lekin реально energiya нормально ketdi. No, pozitivniy в смысле. Hamma narsa yo'qdi, lekin pul Вообще so'rash. degan gapni qo'sh. Вообще pul so'rash. Endi o'sha Fikrlar uchun rahmat, tashrif uchun rahmat, kayfiyatimizni ko'tardinglar. Yo'q demasdan kelganinglar uchun rahmat. Agar ozgina bo'lsa-da sizlarga pozitiv kayfiyat ulashgan bo'lsak, xursandmiz. Ozgina emas, juda ham ko'p ulashdinglar. Rahmat. Podpischkalarga ham ozginami ko'pmi pozitiv kayfiyat ulashgan bo'lsak, biz bundan juda ham xursandmiz. Ko'rsatuvimiz homiysini eslatib o'tamiz. Karat foto studiyasi. Bu yerga kelib siz har xil Merimi, Love Story yoki bitiruvchilar har xil foto suratlarga tushishinglar mumkin. Nomerlarni qoldiramiz. Mana shu nomerlarga telefon qilib bemalol kelib, 10 dan ortiq foto studiyalarda o'zingizlarga kerakli rasm yoki videolarni olishingiz mumkin. Endi opa-singillar, agar bu videoda qaysi birimizni xarakterimiz okey. Isho, iltimos, podpisatsiya bosish esingizdan chiqazmanglar. ko'rsatuvimizda sizlarga arzimagan sovg'asi bor. Yo'q, arzimagan. Yo'q, menga sovg'a yoqadi. Arzimasa yoqadi. Tavba. Hamma uxlab qolgan. Demak, bizning sovg'amiz qani, marhamat, esdalik uchun ko'rsatuvimiz davomida. Qani, marhamat. Kim chalishni biladi o'zi bu yerda? Original chalishni biladi degan. yo'q emas. Hech kim bo'ldi? Hech kim. Buni xudo xolasa xonanglarga yoki Menga, kimdir xonasiga. Mana. Hurmatli podpischkalar va kuzatuvchilar, mana shu yerga kelib ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana sizlar bilan ko'rishguncha omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Siz podpiska bosganmisiz? Да. Хорошо, rasmdagi kimlarni ayting? Вот это я, opam, singlim. Bilaman, men sochimni ikkita qilib taqlashringini salgina. Xo'p, bizning bugungi mehmonimiz Azimjon. Mayli, hazillashmayman, bugun bizning mehmon. Boshlayvering. Mana mas'uliyati bor-da, og'ir-da, buni mas'uliyati. Ushlagandan keyin. Menga lekin olmas. Yengil men просто zalga tosh ko'taraman-da. Tosh ko'taraman dedi. Mani bichiku hali. Shart bajarildi. Yo! Vo, qo'yma bu. Stop. Voy. Ruhish. Son emas, ruhish. Fayya. Zo'r ideal. Bizimda turib, yugurib nimadir shart bajarmaysan. To'lik. Ketdim. Charchakdi. Ojo pulni qoldi. Aylantirayman. Siz qildinglar. Fotka давай. Bakwa.